Odamlar yosh futbolchi oxirgi daqiqalarda maydonga chiqqanda bu faqat vaqt cho'zish, tajriba orttirish, o'yin daqiqalari olish va elit futbol muhitiga ko'nikish uchun deb o'ylashadi. Lekin hech kim bu 16 yoshli yigit Arsenalni qutqarib, Premier Liga chempionligi taqdirini hal qiladi deb kutmagan edi. Emirates stadionida oy ostida Max Doman tarixga kirdi. Arsenal Everton bilan durang o'ynayotgan edi va muxlislar asabiylashgan edi. Premier Liga chempionligi xavf ostida edi. O'yin tugashiga 15 daqiqa qolgandi va Arteta bu 16 yoshli yigitni maydonga tushirishga qaror qildi. Eng yomoni nima bo'lishi mumkin edi? Lekin Max Doman oddiy yigit emas. Maydonga chiqqanidan keyin hamma narsa o'zgardi. U qo'rqmasdan o'ynadi va 89-daqiqada darvozaga zarba berdi. Darvozabon to'pni qaytardi va Nketiah faqat qaytgan to'pni yakunlashi kerak edi.